Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz pedagogik texnika va pedagogik takt. Pedagogik relaksatsiya ta'lim oluvchilar, o'quvchi tarbiyalovchilarning hissiy faoliyati, ruhiy, jismoniy quvvati hamda ishchanlik qobiliyatini qayta tiklash. Pedagogik takt pedagogning o'quvchilar bilan turli faoliyat shakllari bo'yicha tashkil etadigan muloqotda mavjud axloqiy tamoyillar hamda xulq-atvor qoidalariga rioya qilishi, ularga to'g'ri yondashish malakalariga egaligi. Pedagogik texnika pedagogga alohida, o'quvchi tarbiyalovchiga hamda ta'lim oluvchilar jamoalariga pedagogik ta'sir ko'rsatish metodlarini amalda samarali qo'llay olish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar majmui. Pedagogik texnikaning muhim tarkibiy qismlari mimika, nutq texnikasi, pantomimika. Nutq texnikasi. Nutq hosil qiluvchi ohanglar, nutqni hosil qilish jarayonida ishtirok etuvchi organlar, o'pka, ikkita bronx, traxeya, kekirdak, bo'g'iz, hiqildoq, halqum, tishlar, lablar, burun bo'shlig'i. Nutq texnikasi nutqni tinglovchiga yetkazishda qo'llaniladigan vositalar majmui. O'qituvchi nutqining hosil bo'lishida nafas olish ham muhim ahamiyatga ega. Nafas olish organizmga hayot bag'ishlovchi fiziologik funksiya bajarish bilan birga nutqning energiya bazasi ham hisoblanadi. Nutqli nafas olish, tovushli nafas olish fonatsion yunonchadan fano tovush deb nomlanadi. Nutq olish texnikasining asosiy turlari. Kifta nafas olish. Nafas ko'krakning yuqori qismida olinib, kiflar ko'tariladi. Bunday nafas olish zararli. U kishini tez charchatadi. Me'yorida so'zlashga imkon bermaydi. Ko'krak qorin orqali nafas olish. Bunday nafas olganda o'rta qovurg'alar biqin harakatga keladi, ya'ni ular kengayadi. Aralash nafas olish, ya'ni pastki qovurg'alar diafragma ishtirokida nafas olish. Bunda ko'krak qafasi va kiftlar ko'tarilmaydi. Tovush chiqarilgan havoni hiqildoqdan o'tish paytida ovoz pardalarining tebranishi natijasida vujudga keladigan hodisa sado-sas. Tovush o'ziga xos bir qator xususiyatlarni namoyon qiladi, ya'ni tovush kuchi, tovush pardozi, tovushning ixchamligi va harakatchanligi. Tovush kuchi tovush apparati organlarining faol ishlashiga bog'liq bo'lib, chiqarilayotgan havo oqimining tovush tirqishiga bo'lgan bosimi qanchalik katta bo'lsa, tovush ham shuncha. Tovush pardozi tovushning uzoq masofaga uzatilishi va qattiqligi ta'minlash bildiradi. Tovushning ixchamligi va harakatchanligi uning mazmuniga tinglovchilarga moslab o'zlashtirishini anglatadi. Diapazon tovush hajmi bo'lib, uning chegara eng yuqori va quyi ohanglar bilan belgilanadi. Diapazonning qisqarishi nutqni bir ohangli, zerikarli bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Bir ohangda gapirish axborotni idrok qilishni susaytiradi. Timbr tovush rangdorligi, yaqinligi, yumshoqligi va alohidaligi ifodalashga xizmat qiladi. Diksiya so'zlarning aniq talaffuz qilinishi demakdir. Talaffuz qanchalik aniq bo'lsa, aytilayotgan so'z, ifodalanayotgan bo'g'in va tovushlar shunchalik tiniqroq ifodalanadi. Tovush nutq apparatining barcha a'zolari, lablar, jag', tish, yumshoq va qattiq tanglay, kichik til, kekirdak, tomoq orqa devori tovush nechalarining birgalikda unumli ishlashiga bog'liq. Aniq talaffuz qilishni takomillashtirish, artikulatsiya nutq organlarini harakatlantirish orqali vujudga keladi. Artikulyatsiya gimnastikasi nutq apparati uchun dastlabki mashqlar. Har bir unli va undash tovushlarni to'g'ri ifodalashga o'rgatuvchi mashqlar. Ifodali o'qish tez. Ritmika bu ayrim so'z va bo'g'inlarning aytilish muddati va to'xtalishi, nutq va ifodalarning navbat bilan o'z o'rnida ishlatilishini bildiradi.
Ritm nutqning vazni, nutqning muhim xususiyati sanaladi. Zero, nutq ohangi, to'xtamlar ham tinglovchilarga bevosita kuchli ta'sir ko'rsatadi. Nutqning ritmi, vazniga ko'ra o'quvchiga uzatilayotgan bilimlar, o'quv materiallarining murakkab o'rinlari o'qituvchi tomonidan asta-sekin bayon qilinadi. Oson o'zlashtiriladigan qismlarni esa nutqi bir qadar tezlashtirib bayon etilishi mumkin. Nutq madaniyati bu o'z fikrini nutq yordamida mantiqli, to'g'ri, obrazli, aniq va ifodali yetkazib berish malakalarining o'zlashtirilganlik darajasi. Asosiy shakllari: monolog, dialog, polilog. O'qituvchining o'ziga yoki o'quvchilarga qaratilgan nutqi ichki va tashqi monolog. Dialog o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida tashkil etiladigan suhbat. Polilog o'qituvchi va bir nechta o'quvchi yoki o'quvchilar jamoasi orasidagi suhbat ifodalovchi nutq. O'qituvchi nutqining asosiy shakllari. E'tiboringiz uchun rahmat.